Ayaklarımız onak nesini katmayız. Mel rang tanışaydıgan, mel tem tanışaydıgan. Ondan narsa yok. Terkibi qarab baksanlar bo'ldi. Ondan başqa birincisi jiq joydan demay yakmisa masatda qaraydigan bo'lsangiz, suv bilan boshlanadi. Bizniki cho'ngman meygoy fajoyasi. Ila kichik bir atirbi bor, biz chajamapmiz. Shuning shu suyuqlikda. Ondan başqa, ham bu cho'ngman meygoyning fajoyasi zahar tozaydi. Badanniki, qonun tuzadiki, har xil. Bu birsi. Lekin chikin silan qaraydigan bo'lsak, shu joydan sante. Qirg'ilganda ba'zi masatlarda, hamma emas, ba'zi bir masatlarda sante qattiq deb tashviq qilish uchun, santani laqayni yashilganja azroq qilib qo'yib bir şey gizish uchun bizning tarkibimiz sante va deb tashviq qilib. Bizning asos shu sante. Birinchi shu o'rin qarsangiz bo'ldi. Machon ximyo degan narsami davlatning qoidasi bo'yicha cho'qim red tartibi bo'yicha qitilgan muxtarning red tartibi bo'yicha izish kerak. Qancha qitilgan bo'lsa shu oldi bizda. Shu bo'yicha izg'oliq uchun biz oldi turamiz. Bundan boshqa, ham bu xonim qizlarga har qancha nocha huquq peniyaklar mo'minlar yoki yaxshi narsa qilib bersak, uyqusi yaxshi bo'lmasa, uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Bundan ustiga hozir bo'laqmi bisimlarningki ortib ketish, har xil xizmat bisimlarimiz, turmush bisimi deymiz, oila bisimi degandek ishlarda ayollarning yaxshi aram olmaydigan, yaxshi uxlamaydigan, xamush degandek ishlar bor. Bundan boshqa yoshqa misol 45-50 da oshgandan keyin ayollardagi kilometr davriga kirib qolgan ishlar bor. Shunga mushlarni ko'z tutib kayfiyat yaxshilaydigan, uyquni yaxshilaydigan masalan choy deymiz, gamanji deymiz, logdan baytay degandek manda tarkiblar ketilgan. Bu uyqunglarni yaxshilaydi, ro'y kayfiyatlarni yaxshilaydi. Va ishgandan keyin bir xil kamqusak bo'lib qolsizlar. Bir saat aldirab chechilmaydigan, qapilmaydigan, urushqa qo'ymaydigan, cho'p qilgan bo'lsangiz bir his qilsizlar, yig'ilma bo'lib beknim qilmaydigan. Bu shu gamanji deysan, choyinsan, logdan baytay degan narsa. Ham men mana satdan tarkibdan chiqib qoldi, ishlab chiqarishimni sabab men burun yo'janchilik xizmat qilganman, uning xabar bor 2 yilda. Nasıl doğru teşkil ettik? Bu doğru tekşiriş jarayonida ham tarkibdan bir-birlab arib chiqib, uning qanday roli bor, masalan, ziyon qildigan, foyda qildigan, badan ish ketganiga qanday alomat keltirib chiqaradi deydigan hamma uchurlar shu biz tejrib ishlash orqali erishgan. Ham shu material tarkibdan yaxshi tushunganlikdan shu ilmiy yo'sin tuzib turib ishlagan. Undan boshqa mudan fatay deb, mudan deb bir bilbayliqqa suvda shiqib keldirdilar, qilib. Shundan arib ilingan bir tayva. Buniki sepkillarni sulashtirish qoidasi bor. Ayollardagi sepkilchi qolgan ishlar. Hadi tomirsanlar, to'niyalsanlar bo'lganman. Tomirsanlar degan shu suyuq qatilgan yana bir tray deb tushunsan bu. Suvni saqlab turishga, o'sha qilishga. Cho'ng'ayliq ishganlikka yuz teram nam, yumshoq, oqroq bo'lib qoldi deb, maysa kutsamak sing'atdi degan narsa shu tomirsan. Bu davlatimizniki qoidalari bo'yicha eng yuqori miqdorda materialning nosini talab qilib ishlatgan. Cho'ng'a shu yuzda bir xil nam qo'yish, yumshoq bo'lib qolganliklar bo'lib qolgan shu. Lekin PQQ deb narsa bor. Bu yangi xalqlarda yangidan chiqqan bir tarkib. Hujayra yashash, shallitiniki bir o'ziga hujayra yashash. Yaş turish kamyon qo'yib yaş turishimiz qo'yib. Shu o'xshash asos qilib yuz tergilam. Bo'lgandan boshqa qo'shimcha har xil adam bilan yaxshi tanishadigan tarkiblar qitilganlik uchun ba'zida jiq qismasimizning chechi chiqib qolgan. Choshqin nurg'alar uzuqlik kerak. Temir, sinek, vitamin, oqsil degandek. Jiq oqsillar nisbat oqsil bo'lsa choshqib berilmaydi. Shu mana ishgandan keyin choshqin bora olgandan keyin men hozirgacha sizni chosh chiqirdi o'cha tushib to'qib tashviq qilinglar demaklik bunda tashviq qilsam bo'lmaydi. Lekin iste'molchilar o'z ishgandan keyin siz bergan vaqtda chechanlar diqqat qilib qo'yolmasangiz bo'ldi, qani o'zingiz so'zlaydi deyman. Hozirgacha chosh chiqayotgan, chosh chiqarayotgan, chosh to'xtatgan kelayotgan kasbakchi. Rasmiyalg'anman. Ayollarniki odat mazgil garam bo'lib, og'rib ko'ngilishib, ish qilib, ama dozini taraf og'riydigan, miqdor ozlab ketgan vaqt ozlab ketgan ishlar nisbatan yaxshi. Hozir shu laboratoriyadagi masalani ishlangan hozir 16 bu vaqt oldi deyman. Afumaki o'shani nima ishlan foydasi? Mami ishga ajratmani yaxshilagandan keyin nomil ishga qo'shimcha foydasi bor. Shu ayollarning ishga ajratmani yaxshi.